Hamma hayotining ma'lum bir qismida o'zini qotib qolgandek his qiladi. Ishlarimizda emas, xayollarimizda. Ko'p o'ylash, tartibsiz fikrlar, miyadagi tumanlik, nima qilyapman, kimman o'zi degan savollar sizni sekinlik bilan qurita boshlaydi. Yaqin o'tmishda men bundan ham battar holatda edim. Instagram, scroll, soatlab reelslar, chalg'ib ketganimda hayotdagi aniq va asosiy bo'lgan missiyam ham unutilgan edi. Bir kuni qarshimda yangi bloknot bilan shunchaki internetdan uzilgan holatda o'tirardim. Reels yo'q, shovqinsiz, faqat sukunat va miyamdagi fikrlar bo'roni. Birinchi qatorni yozishni boshladim. Umuman o'zimga yoqqani yo'q. Ikkinchi qatorda ozgina yaxshilanish bor edi. Keyin uchinchi qatorga kelib bir narsani tushundim. Yozish bu shunchaki so'zlarni birlashtirish emas. Yozish sizni qutqaradi. Kitob o'qish insonlarni aqlli qilsa, yozish ularni donoga aylantiradi. Dunyo xuddiki bozorga o'xshaydi. Agar sizda ro'yxat bo'lmasa, undan hech vaqosiz chiqib ketishingiz mumkin. Bu degani maqsadlaringizni ham yozib borishingiz kerak. Men yozish odatini ko'zguga o'xshataman. Sochingizni to'g'rilash uchun emas, ongingiz aksini ko'rish uchun. Nimaga erishmoqchisiz? Nimani yomon ko'rasiz? Nimadan qo'rqasiz? Nima sizni xavotirga soladi? Nimaga erishishni xohlaysiz va hammasini aniqlash uchun. Oxirgi 3-4 oydan beri 4 ta bloknotga birdaniga yozib kelaman va bu muntazam davom etib kelyapti. Va hattoki natijalarga ishonish qiyin. Yozish orqali Instagramda 38 mingta, Telegramda esa 12 mingta obunachiga erishdim. Bloknotimga yozganlarimni boshqalar bilan ulashganimda umumiy 5 milliondan ko'p odam ularni ko'rdi.